Bitta qarsak bo'lsin. Mulla rahmatli yotgan joylari jannatda bo'lsin. Ruhi poklari farzandlarini beralarini qo'llab qo'ysin. Bu yerga davraga polvonlar, qizlar, polvonlarimiz ham kelgan ekan. Qanaqa polvon qizlar davraga qalb bilan kelsin qani? Qizi. Xalatingni kiyib kel, bola deysan. Xalatingni kiyib kelman, kelib davraga e'lon qilaman. Bitta farfar 11-sini 50 ming edi 100 ming halollab bo'lishasan. Sardagarashga. Beshimjon. To'g'ridan to'g'ri so'z aytmaydi. Sardoda Ahmadjon. Qani. Hurmatli o'rtoqlar, Furqat Qassob aytayaptiki, ikkita sarka ketirdim. Bittasini davraga qo'ying. Bittasini shu davraning xizmatkorlariga sallaga padarga deyapti. Bitta qarsak bo'lsin, shu Furqat Qassobga shunaqa bir niyat qilgan ekan. Shu kurash tashkilotchilariga bitta jonim mol ekan. Otasiga rahmat shu yigitga. Bu boshlanishi bu. Ular nabiralarini sunnat deganda yana katta zo'rin bo'ladi inshaalloh. Davrada tabaq qo'yilyapti. Davraga chiqmagan polvonlar uchun, kurashaman deb kelgan polvonlar uchun yoshidan qat'iy nazar. Lekin maktabgacha chiqib o'tirma bera. Kurashib kelaman degan baramat. Tabaq qo'yilgan, mukofoti ham qo'yilgan. Yuragi bor chiqsin. Kurashaman deb kelgan polvonlar tabaq kutib o'tiribdi. Nimani po'ylayapsizlar? Mani chiqishim po'ylayapsizlarmi yo'q? Ahmad. Bu sen odamlar burid, odamı bu degan nabrul adavra burid. Ahmad. Dehqon megrimi? Gel. Mana shu tabaqni dehqon polvon qishloq farzandi ko'tardi. Talab bor bo'lsa marhamat formada bilib dehqon. Polvon sen qayerdansan? Murodi, sen ikkoying beraki dehqon. Polvonlar endi boshlanibdi. Men bitta narsani aytib qo'yay. Keyin men eshitmadim deb aytmang. Davradan bundan keyin tabaq qo'yiladi. Tabaq qo'yilgandan keyin 12 talosh kurashadi. Bo'lmasa bel bog' olishadi. Lekin ikkinchi tomoni bor. Hozir ana bu ikkovi chiqibdi, to'g'ri kurashmaydimi? Ularni dod-bog'da 50 dan beramiz, tabaq qoldiramiz. To'g'ri kurashmasa. Agar 5 ta 6 ta bo'lsa bel bog' qo'yamiz. 2 ta bo'lsa bel bog' qo'ymaymiz. To'g'ri kurashmasa yo 50 dan yo 100 dan beramiz, tabaq qoldiramiz. Ana shuni ham eslab qo'ying. Qo'l tishi. Ikkoviga formada bo'lib kel. Marhamat Jalil. Jasur, ha? Kechadimi? Hurmatli davra qatnashchilari, kurash ishqibozlari, mana shu qizimiz qo'shni Samarqand viloyatidan kelgan ekan. Shabnam Samarqanddan kelgan bormi talabgor? Yaşameti. Alaykum. Ha, birodarlar, aziz do'stlar. Mana shu polvona qaltondagi shalol.
Mana shu qo'shni qishlog'idan oloromadigan olgan bo'lsin. Mana shu qancha yoshlarga ta'lim tarbiya bergan muallimiz Bozorov Mardon domlamizning iloyim yotgan joylari jannatda bo'lsin. Oxiratlari obod bo'lsin. Bu kishi yoshgina bu dunyodan xayrlashib ketdi. Qolgan umrlarini farzandlariga buyursin. Mana shu kishining nabiralari bobosining xotirasiga katta bir mukofot keltirgan bitta qarsak bo'lsin. Domlamizning iloyim joy yotgan joyi jannatda bo'lsin. Bobongning iloyim obro'yini qolgan umrlarini bachamsizlarga buyursin. Kattara polon bilan bu polon qayerdan? Murodi, to'xta. Necha degan gap so'z yo'q. Soriniga bitta chapon. Olib kelga, ikkita beraman. Akmal olmasa bo'laysiz. Ana. Halollaysan olasan. Necha bo'lsan lekin ikkalinga 50 mingdan 100 ming pul beraman. Halol. Qandasha sanat polvon. Hurmatli o'rtoqlar, mana shu qishloqning farzandi bir necha yillar birinchi tabaqaga olishgan shu davralarga tosh ko'tarib o'zining mahoratni, san'atni ko'rsatgan, Alloh rahmat qilgan bo'lsin, boshodi deganda shodilar ko'p. Shodi mo'ylab bu otaxonimizning. Bu kishining farzandlari Mo'yinjon akamiz 360 ming so'm bitta qarsak bo'lsin. Shodi bobomizning iloyim arvohi hamma shu farzandlarni qo'llab-quvvatlasin. Buni san'at daftariga yozdiring. Ikkalin bo'lishasanmi? Oting nima? Kamol polvon. San qayerdan? Ahmad. To'xta. To'xta, to'xta. Hovliqma, hovliqma. Hovliqma. Ramshin Ahmad. Farhod. Nima bo'ldi? Alor. Bir minut. Sudya, shoshmang. Men hech kim tarafini olmoqchi emasman. Sudya, nima bo'ldi? Halormi yo'qmi? Yo'q, eshiting. Bera o'tirganlarni ham 70% polvon qonida kurashib bo'lgan. Halormi yo'qmi? Bo'l, eshiting endi, eshiting. Sen yana o'lishasanmi? Agar yana olishsang, uning mukofotini beramiz. Bundan keyin ham shunday. O'sha ko'kmani agar 200 ming bo'lsa, 400 o'zing hisobingdan qo'yasan, kurashasan. Bo'lmasa yo'q. Bera boshqa hech kim kerak emas. Polvonning mukofotini bering, dehqon olishaman desa, o'z hisobidan 400 qo'yadi, olishadi. Biyoqaki. Ahmad isim biyo, isimlar. Havlungni aqib seramin. To'xta. Yana katta so'lib qo'yaman, tamom. Dehqon orqasidan shoh polvon olishaman deyapti. Viloyatimizga eng mashhur otboz. Choli bobomizning shogirdlari, hamkiyovlari, Islom bobodan bir jonli mol, bitta qarsak bo'lsin. Otaxonimizga 100 ga kering. Farzandlarning huzur halovatini ko'ring. Ham
Harom yemang. Zotni ketirdingiz, men joy bilan ishlatib yuboraman. Ishingni habibchilik yo'q. Aziz birodarlar, Shavgondan Surayyo Pahlavon, Samarqandlik Shamnami Surayyo taqarsak bo'lsin, shu ikkala qizga yaxshi sot qo'ying. Karimov. Berol. Hamdani kalonga guzartom iltimos. Chet tarzda tom. Men chamarda qidaygan yaqinlik. Hamdan kalonga guzartom iltimos. Alo. Palonlar, aqaro turinglar sizlar iltimos. Tartib saqlanglar. Samarqandlik Shamnami Surayyo, Shavgonlik qizimizga ikkalasiga hamga omad bersin. Yaxshi, agar halollab yaxshi tomosha bersa, sovrinni siganda sovrin qo'shib beraman qizim. Sovrin hurmatli o'rtoqlar. Hay. Hurmatli o'rtoqlar, aziz birodarlar, mana shu qishloqlik farzandi, mana shu tumanimizga eng katta fermer Rofi aka Savriyevdan 500 ming so'm sovrin kelgan bitta qarsak bo'lsin. Savriyev Hamid bobomizning iloyim ruhi poklari farzandlarini nabiralarini qo'llab-quvvatlasin. Rofi aka dunyo turgancha turing, omadingizni bersin. Farzandlarning baxti kamolini ko'rishlaringiz sizga nasib qilgan bo'lsin. Rossiyanchi bachalar, qalaliklar 150 ming so'm pul tashagan ekan, futbolchilarga ekan. Rossiyada bo'lgandan keyin bir 10 million 15 million bo'lsa, bu o'yin bo'ladi, 150 ming so'm o'yin bo'ladimi? Shularning ham omadini bersin, olib qo'y bu 150 ming. Yakchapon sadi bo'lsin taba. Nima bo'ldi? Ana videosi ko'ring. Beraka sovringni ol qizim. Ha Karimov. Karimov. To'xta. Berga pirlarni piri desak ham bo'ladi, ustozlarning ustozi desak ham bo'ladi, muallimlarning muallimi, pirimiz, ustozimiz Karimov Surayyoga o'tiribdilar, aytibdilarki, kerak yo'q, berga ko'z ko'p. O'ylamanglar ko'rganim. Qizim qaytadan olishki, halollab olishki. Hurmatli polvonlar, hurmatli muxlislar, hozir mana shu dehqon bilan murodlik olishgan paytda neda razmiyda bo'ldi? Bunga ham shunday. Havoga 50 aylansam, yelkasi bilan tushmasa hisob emas. Havoda 50 aylansam, 100 aylansam foydasi yo'q. Faqat sudyalar, tomoshabinlar tur qabul qilinglar bu narsani. Yubora bo'lishki qizim. Karimov, mana shu hakamlar ruxsiga ham bir nazorat qilib o'tiring. Karimov Surayyo aka, men mikrofonga agar bularning xatosini siz to'g'rilab yuboring domlajon. Davrada tabaq qo'yilibdi. Kurashaman deb kelgan polvonlar uchun. Yoshidan qat'iy nazar faqat maktab o'quvchilari uchun emas. Bir chapon 100 ming. Baramat. Qo'ylab o'tishmasin. Bu bachalarni javob bersangiz ham biladi. Kep polvon. Mehmon bo'lsa yo'ring. Xafa bo'lib ketmasin. Qayerdan san polvon? Peshku katedan Sanjar polvon, talabgor bo'lsa marhamat.
Sanjar formada bo'lib ki. Evet. Ana. Yine beni. Ana. Ana. Mana shu qishloqning farzandi katta bir tadbirkor Sho'rabek ukamiz Siroj boboning o'g'illari 200 ming so'm bitta qarzak bo'lsin. Yerni haydashga arzonroq yerni haydaydi. Boshqa traktorchilardan ko'ra. Ana shuni aytinglar, arzonroq yer haydaydi. Bitta qarzak bo'lsin Sho'rabekka. Sho'rabek, Siroj bobomizning ayollari inshaalloh rahmat bo'lsangiz. Katta polvon, qani. Qizim ey. Qizim, bilaman sen o'lishaman deb o'tiribsan. Sen zo'r bo'lsang bir talosh, ikki taloshga yiqtayding. Seni gavdan qayra, buniki qayra. Yo'q, unday emas. Seni hurmat izzating qilib, sizlarni baravar qilib yo'raman sen olishaman deyapsan. Zo'r bo'lsang bir qo'l ikki qo'l olayding dedi. Ikki qo'l tanlaga. Bo'lmasa ikki qo'lga hech nima yo'q, shunday chiqib ketasan. Hurmatli davra qatnashchilari, kurash muxlislari, mana bugun davrimizga qo'shni mana shu Rometan rayondan mana shu xalqaro toifadagi hakam, sport ustasi, respublikada xizmat ko'rsatgan murabbiy Muydinjon degan ukamiz davramizga mehmon bo'lib kelgan. Tabriklash uchun so'zni Muydinjondan eshitamak. Keling Muydinjon. Muydinjonning ko'p shogirdlari viloyat respublikalarida birinchi o'ringa olishyapti. Xalqaro mana shu musobaqalarga, olimpiada o'yinlariga yo'llanmani olyapti. Muydinjon, keling tabriklash uchun so'z. Assalomu alaykum. Ishqi xalqi. Hammalaringizni Navro'z bayrami bilan, o'tgan Hayit bayrami bilan tabriklayman. Sizlarga kuch-quvvat, qonunlarga kuch-quvvat. O'yinkorlar, ustozlar, arvohlari yor bo'lsin ularga. Xalqi jonini beradi. Kurash desangiz agar, haqiqatan ayol ham, xotin qiz ham hammasi jonini beradi bu kurashga. Qo'lini yiqitgan halol. Qo'lini yiqitgan halol. Xo'sh, hammalaringizni shu Navro'z bayrami bilan tabriklayman. Polvonlarga kuch-quvvat, omad. Peshku xalqidan oldin chiqqan, hozir ham chiqyapti. Bundan keyin ham Jahon Osiyo Olimpiada chempionlari chiqsin. Jallaka charchamang. Hammalaringizni yana bir bor bayram bilan chin qalbdan tabriklayman. Chaqonning umri 1 yil bo'lsin, Muydinjonning umri 120 yil bo'lsin. Jahon chempionlar chiqaring. Muydinjon farzandini sunnat to'yi qiladi. Katta kurash beradi. Qarsak bo'lsin, qaraliklar qilib boramiz. Sog' bo'ling Muydinjon. Otazni arvohi ham ro'yxatda qo'llab ko'rasiz. Agar Akmaljon raqib ekagiga topsangiz olishtiring. Qonun? Qayersan? Qayersan? Tavash ko'targan talabgor bo'lsa chiqsin. Sanjar polvon, Teshkuni farzandi, talabgor bormi shu yigitga? Sanjarga talabgor bormi? Ha. Hurmatli o'rtoqlar, mana shu qishloqning farzandi ustoz Zoir degan inson ikkita chapoq 100 ming so'm bitta qarsak so'm ustoz Zoirga Shohid polvonga qarsak. Halol. Beşim. Yeşil.
Sisi. Aha, dam Hriston ham da Hriston iltimos. Bitta qarsangizni sho'xi polvonga. Yeshim, halolmi? Yo'q. Halol, tamam. Halol, tamam. Halol. Ber sovrinni. Akalar, undan oldingisiga sizlarni so'radim. Xalq halol deyapti. Bular mukofotini beramiz. Eshit. Mukofoti beriladi, 500 ming so'm hisobdan ketiradi qo'yamiz. Boshqa yo'q. To'xta, Yeshim. Ising buzar. Farruh. İnce bir ol. Polvon. Hamşi. Shoxi, ince bir ol. Damshini, bazbishi. Davraga biza akmalar qarab o'tir. Davraga biza olishgan paytimizga muhim polvonam, xayri polvonam. Hakam halol desa halol, harom desa harom. Biza biron bir to'sqinlik qilganimiz yo'q. Razamat, razamat. Endi gapga quloq sol. Endi sizlardan iltimosimiz, bergan hakam bor, haqmi, nohaqmi, Xudoning o'ziga o'zi javobni beradi. Sovrinni ber, polvonni men o'zim hakamlik qilaman. Yo'q. Birodaro, Chibalo, muhim, Chibalo spor metroda. Zadaga tamam. Pensaga budiyor, fikirchidan so'ng. Birodaro, ashmo iltimos mekunamda. Kamera aqibat. Polvonni ince bir ol. Yani polvon deganda sen git bazbinmi shu. Haftashi. Men polvon raqib yo'qman tuba. Sovrin nazmim ona. Birodaro, to'qinda ketolgan, shmo iltimos bursan. Ne zaman ince bu ana ince. Kebio ana ince. Sehrobning o'g'li. Jahonliga borib sarkan olib kelayotgandagi sarkan olib amaki qarab o'tiribdi. Berga olib beraka Sehrobning o'g'li. Xo'ja Peshko'dan Sanjarga talabgor chiqmasa birda aylanib kelman sotingni beraman balam senga. Bormi shu yigitga? O'lmas. O'tkir. Bormi shu polvonga talabgor? Birda chapon 100 ming so'm bir tabaq tashayman. Agar qaysi polvon yaxshi tomosha bersa men qo'shaman yana. Tortishuv bo'lmasa-da Beşim. polvonlar birda chapon 100 ming so'm. Bursa'dagi ne ismi? Yana bir marta aytaman, shu polvonga talabgor bormi? Qo'l ko'targancha ke davraga chiqar. Polvonni solimni ber. Otasiga rahmat buni, tarbiyalagan ustoziga ham rahmat. Kelmasam olishaman debdi. Halol. Tamam. Bitta chapon 100 ming so'm tashadim davraga. Katta polvon keldi. Bitta qarsak bo'lsin, mana shu jamoa xo'jaligining farzandi. Endi bir niyat qilib yuramiz, birinchi tavaga olishadigan polvonimiz bo'ladi. Alloh quvvat bersin. Bormi? Murodidan. Uni sovriniga yana sovrin qo'shaman.
Yana tovar. Kim olishadi? Formangni kiyib bitta aylanib kiyib olam. Bir chapon 100 ming yana bitta tovar. Bitta chapon yana 100 ming.